Surxondaryo tumanidanman. Xo'jayinim bilan shu yerda kelib ishlab yurdik. Bo'yimda bo'lib qolgandan keyin ketib yubordilar. Shu bilan daragi bo'lmay, endi kunga kelib bolani tan olmayapti, o'ziniki deb qabul qilmayapti. Og'ir ahvolda holatda bo'lgandan keyin ishi bo'lmay qolib, umuman menga keragi yo'q deb отказ qilyapti. Hozir bansaga yotibdi. Davlatmasam bo'lmaydi. Ahvoli og'ir edi. Lechini olib yotibdi. Hech kim yordam beray demaydi. Qo'llaringizga kelsa yordam beringizlar. Hammaga salom. Kim qo'ldan kelsa yordam qilib yuboringizlar. Bola mazasi yo'q. Yuragi parok. Hozir shu apparatlarda yotibdi. Davolashim kerak. Hozir qiyin ahvoldamiz, sharoitimiz ham og'ir. Otasining daragi yo'q, tashlab ketgan. Farzandi bilan ham ishi yo'q. Iltimos qilaman, qo'llaringizga kelguncha yordam qilaveringizlar. Kudagi so'lib ketsin. Qo'ldan kelguncha duo qilsangiz ham mayli. Sog'ayib ketsa bo'ldi. Barchaga assalomu alaykum aziz obunachilar va kanalimizning mehmonlari, musofirda yurgan aka-uka opa-singillarimiz. Akalar bir murojaat tushuvdi, iltimos. Opamiz Surxondaryo viloyati qayerdan opajon? Assalomu alaykum. Denov tumanida xullas endi qisqasi bolasi kasal, bolnitsaga tushib qolgan. Endi bu yog'ini hayotini bilmayman, eshitib g'alatigan bo'lib qolyapman. Endi shu hayot. O'shaning uchun majbur bo'lib opa bizga murojaat qilyapti. Hech kimi yo'q ekan. Iltimos shu ekrandagi nomerga opaning kartalari qo'llaringizdan kelgancha yordam bersalaringiz, albatta nur ustiga a'lo nur bo'laydi. Opajon tushuntiring, nima bo'ldi? Qanday bo'ldi? Qayerdansiz? O'zim Surxondaryo tumanidanman. Xo'jayinim bilan shu yerda kelib ishlab yurdik. Bo'yimda bo'lib qolgandan keyin ketib yubordilar. Shu bilan daragi bo'lmay, endi kunga kelib bolani tan olmayapti, o'ziniki deb qabul qilmayapti. Og'ir ahvolda holatda bo'lgandan keyin ishi bo'lmay qolib, umuman menga keragi yo'q deb отказ qilyapti. Hozir bansaga yotibdi. Davlatmasam bo'lmaydi. Ahvoli og'ir edi. Lechini olib yotibdi. Hech kim yordam beray demaydi. Qo'llaringizga kelsa yordam beringizlar. Obunachilar ko'ryapsizlarmi? Shunaqa nomard, endi men o'zim boshlamadim, o'zlari boshladi, men davom etaman. Shunaqa nomard erkaklar ham bor-da. Endi bu kuningdan o'lganing ma'qul deydi-ku. Unday qilmash kerak-da. Bola bo'lgandan keyin qanday tan olmaysan, birga yashab o'zing ayoling, o'zing nimang qanday unday bo'ladi? Tavba qildim-da, bilmasam endi. Allohning o'zi jazosini bersin endi. Nima ham deymiz obunachilar. O'shaning uchun qo'lingizdan kelsa ayol kishida, endi ayol kishi nima qilsin bechora? Ishlolmaydi, bolasi kasal, ketolmaydi, bolnitsa javob bermaydi, hammasini to'lash kerak, boshqa qilish kerak. Iltimos qilishdi, mana 100 kilometrmi, 120 kilometrga keldik. Bu albatta minnat emas, opamizni jo'nataveray O'zbekistonga desam, yo'q, bolamga bolnitsaga berishim kerak, nima qilishim kerak deb albatta nima qilishyapti? Iltimos qilishyapti. O'shaning uchun iltimos. Gapni tagini nima qilmasdan mana shunaqa nomard erkaklar. Opa, mana siz ham tushuntiring, opajon, mana buni olingdagin tushuntiring mana mikrofonga. Assalomu alaykum obunachilar. Bu opani men magazin oldida ko'rib qoldim. Menga ham hech kim bo'lmaydi, Muhsin akaga ham hech kim bo'lmaydi. Muhsin aka nomerini men topib telefon qildim. Aka yordam kerak ekan, mana shu opaga yordam qilaylik. 10 kundan beri meni oldimda qo'limdan kelgancha yordam qildim. Kvartirasi, bitanasi, bolasiga narsa. Endi bu yog'iga kuchim yetmaydi. Shuning uchun Muhsin
Muhsin akaga telefon qildim. Aka keling yordam beraylik mana shu opaga deb. Keldilar, ko'rdilar holatni o'zi, bolani ko'rdilar. Yordam beringizlar agar bo'lsa, kimni imkoniyat yetmaganlar duo qilib qo'yingizlar, yaxshi bo'lib ketsin bolasi. Rahmat. Shunaqada tasodifan ko'rib qolgan, shunday bo'lib qolganki, xullas yordam bermasa bo'lmaydi-da qisqasi. O'shaning uchun akalar, kanalimizning nomidan qisqagina opajon, sizni kanalimizning nomidan hech bo'lmasa ham bir produkt olib qo'yasiz. Obunachilar iltimos, buni ekrandagi nomer o'zlarining kartalari 1 so'm tushadimi, 1000 so'm tushadimi, o'zlariga tashlayingizlar, Alloh yo'lida yordam qilingizlar. Bo'ldi. Ko'pchilik borda, ehsonim to'g'ri joyga borsin deganda qidiradiganlar bor, mana, пожалуйста, sizlarga bemalol. Shunday operator, shunday ko'rsating yana tam вот скорая помощь там вот больница это реально да masalan unaqa emas nima deydi yasa olmaganda biz qisqasi o'shaning uchun bitta laykni bosingizlar hammaga omad tilaymiz